Nexia 3 mashinalarida politsiskidan o'tganingizda daqqillab o'tishi, toshli yo'lda diriqlab urishi juda ko'pchilikning joniga tekkan. Men bugun shu videoda bu muammolar nimadanligini aytaman. Siz undan oldin videoga bitta like bosib, bu videoni sahrantingizga olib turing. Bunaqa ma'lumotlarni sizga kamdan kam beraman. Ko'rib turgan amortizatorlaring Nexia 3 da oldin amortizatori bo'ladi. Buni zavodskoyni o'qi kalta bo'ladi. Shuni hisobiga politsiskidan o'tganingizda daqqillab ovoz beradi, toshli yo'llarda diriqlagan ovoz chiqaradi. Biz bunga usileniya qilib, Cobalt o'qli qilib, o'qini uzaytirib, amortizator qo'yib beramiz. Bu sizda bo'layotgan turgan muammolarni oldini oladi va mashinangiz yumshoq bo'ladi. Juda ko'pchilik Cobalt o'qli qilsa, mashina qattiq bo'lib qoladi deyshadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Aynan shu stilda qilingan amortizator sizni mashinangizni yumshoq qilib, sizda bo'layotgan turgan muammolarni mutlaqo yo'qotadi. Toshli yo'lda yurganda o'ng tomonidan xuddi shunga o'xshash tiriqlash ovoz chiqsa, bunga ruloviy vtulkasi sabab bo'ladi. Ya'ni buni o'rtasi bronza bo'ladi. Bu bronzani olib tashab turib, bunga plastmassa suxari qilib qo'yiladi. Shu bilan sizlarda bo'layotgan turgan muammolaring yo'qoladi. Buni turgan joyda zavodskiy holatda qo'yib beramiz, ruloyni yechmagan holatda. Agar sizga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, profilimizga obuna bo'lib, albatta bu videoni Nexia 3 mashinasi bor o'rtoqlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.